Assalomu alaykum Yakub House obunachilari. Yakub House obunachilari uchun spetsionli narxda katta 600 metr kvadrat bo'lgan namunali joy chiqaryapmiz. 100% remont tayyor. Oxirgacha ko'rsangiz ichondan polnisi ko'rib chiqamiz. Narxini aytib o'taman. 69 ming dollar yaqinlab 1000 ning puldan 1000 ning kvadratda 1000 ning remontli joy yo'q. Ichonni birinchi chetdan ko'rib chiqamiz. Yaqinli ichonni ko'raylik. Bismillah. Shundan giraverishimiz mashinkodan hudud. Ko'rib tursizlar. Sizlar ham ishlab topchalarni qo'yib bersangiz bo'ladi. Yaqinlar topchan ham ketadi, ichonda texnikalar ketadi, döşeylar qoladi ekan. Bellarni ham ishlatib tuzib qo'ydilar, bir daraxtlarni ham ekib qo'ydilar, chiroylatib. Bu yerda kladovkasi bilan letniy narsa bor, bir de o'zingiz xohlasangizlar barbekü zonalarni qilib bersangizlar bo'ladi. Yaqinlar ichonni ko'rib berali. Bismillah. Giraverishimizda shuningdek bizani katta dalon kutib oladi. Bu proyekt ozgina o'zgartirilgan yaqinlar. Ko'rib turganlaringizga bu yerni katta etib olganlar. Duh-konturli kotyollarimiz bor. Giraverishda rakinalar qo'yilgan. Yaqinlar birinchi chetdan ketamiz. Bu yerimiz oshxona. Oshxonani ham ko'rib tursizlar, kattalashtirilgan. Bu namunaviy proyekt boshqa proyektlarga nisbatan jolli o'zgartirganlar, o'zgartirish kiritganlar. Xonalarni kattalashtirib berganlar. Mana bilsangiz orqa tarafida kotelni boradi, bunga mullaygan. Chunki kotel beri ko'chgan, ko'rdingizlar-ku, girgan yere. Shuning uchun bu yon taraf ham mullaygan. Bu yerda bilsangizlar, yuvinishxonasi bo'ladi, bunga mullaygan. Zalni ko'ramiz, hozir zalni ullayganini ko'ringlar. Zal ham 2 metr ullaygan arana qarab. Zalni kattaligini ko'rib anglar bir. Remont shikarni doğru gelib yashaydi. Pastni pollarni ham ko'rib tursizlar. Zamonaviy duh konturli kotyollar ham qo'yilgan. Narxi minni arzon bo'lgani sababi yaqinlar srochniy pul kerak. Bu uy egasi tadbirkor ekan. Tadbirkor bo'lgani uchun bu yerimizning yuvinishxonasi. Bu yerda spalni. Hem men remontlarni ahamiyat benglar, patologlardan o'ngina MDF'lar ishchaganlar, eshiklarning nalishliklari, yana bu MDF'larni ko'rib tursizlar, hammasi taxlangan. Bu yerda yana bir spalnimiz, detskiy spalni. Bu yerda kichkina zal desak ham bo'ladi. Xohlasangizlar katta oila bo'lsa, bu yerdan spalni qilsangizlar bo'ladi. Yani patologlarni ko'rib tursizlar, MDF'lar bilan taxlangan. Yaqinlar yana ham takrorlab o'taman, 69 ming dollar pastda nomer srochniy telefon qilingan, chunki 1000 ning joy bu narxda hech qachon ko'p uzoqqa bormaydi, sirrazi sotilib ketadi, keyin so'rab yurasizlar.